Assalomu alaykum. Bugun Damas avtomobili haqida to'liq zubchati remini haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Damas motorida qanchalar almashish kerak? Zubchati remin zavodskiy necha ming kilometr yura oladi va undan keyingi qo'yilgan remin ham qancha kilometr yurish to'g'risida batafsil video qilganmiz. Buni oxirida narxlargacha aytib o'tib ketdik. Damasimiz 7.830 kilometr yurgan. Mana o'zini zavodskiy GMDO deb yozilgan yashil yozuvdek zubchati remini ichini hozir ko'rsatib o'tamiz. Zubchati remini ODB shot yorilib yitirib ketish holatiga yetib kelgan. Bu esa natijatelimiz. Natijatelimizdan ovoz chiqarib qo'ygan. Bunga yangi Porvin grip zubchati remin va natijatelarni qo'yamiz. Yangi Damas'da shu 60 minggacha yuradi. Bu o'zi 57 mingda ancha chatov bo'lgan GM natijatel zubchati remin Porvin grip qo'yamiz. Bu 57 ming 55 mingda o'zi almashtiraverish kerak, chunki zubchati remin uzilsa motor qilishga to'g'ri kelib qoladi, klapini qayraveradi Damas. Zubchati reminimiz esa SWAT strelkasi bo'ylab aylanadi. Mana strelkasi tevaga qaratib bo'lib, shunday aylanadi. SWAT strelkasi bo'ylab aylanadi. Reminni esa o'rtacha qilib bo'ladi. Navbat qimillab turish kerak, yo'qsa ovoz berib tez kunda uzaverishi mumkin. Damasimiz tayyor bo'ldi. Endi zavodga tiqib qo'yamiz. Zavodga bo'lishdi. Otaga tekst ishlatishdi. Shunga shunaqa garajga nomer qoldiramiz, aloqa chiqishini mumkin. Xizmatlarimizda 40 ming kilometrga garantiya beramiz, xudo xohlasa. Zubchati remin natijatel usta haqqilar bilan 270 ming so'm bo'ldi.